Assalomu alaykum barchaga. Men Madmarov Doniyor Abduqadar o'g'li 1995-yil 28-noyabrda Farg'ona viloyati Farg'ona tumanida Novkent qishlog'ida tavallud topganman. 2011-2014-yillarda Vodil abituriyentlar tayyorlash markazi, hozirda Lek rayon nomi bilan mashhur bo'lgan xususiy ta'limni yakunlaganman. 2014-yili Andijon davlat tibbiyot institutida davolash fakultetiga o'qishga qabul qilinganman. 2022-yilda nevrologiya ixtisosligi bo'yicha ordinaturani tamomladim. Shu vaqtdan boshlab hozirga qadar Farg'ona shahrida joylashgan Central Asian Medical University xalqaro tibbiyot universitetida nevrologiya fanidan dars berib kelmoqdaman. 2026-yili yanvar oyida nevrologiya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasiga ega bo'ldim. Shu bilan birgalikda hozirda men ish faoliyatimni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filialida nevrologiya bo'limida nevrolog vrach lavozimida ish olib bormoqdaman. Shu darajaga yetib kelishimga o'zini yaqindan yordamini berib, bor bilimlari bilan yordam bergan ustozlarimga, Sirojiddin domla, Ismoil domla, Ibrohim domla va boshqa barcha ustozlarga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Hozirda tayyorlanayotgan Lek rayon o'quvchilarini barchasiga omad tilayman. Barchalari o'ylagan niyatlariga erishishini tilakdoshman.